Bakara surasi barakat edilar. La yastati'uha al-batala. Sehrgarlarga ham kuch yetmaydi bu Bakara surasi. Uzayrni qissasini keltirgan ekan. Qissani oxiridan boshladim. Ular aytishdiki, "Vaqalatil yahudu Uzayr ibnulloh." Yahudiylar Uzayrni Allohning bolasi deydi. Uyqu o'limda akasi yo ukasi deydi. Biz har kuni uxlaymiz. Shunday bizga Alloh taolo mana nima deydi? Biz hozir bir tilda aytgan bir shunaqa funksiya qo'shib qo'ygan biz. Sostavimizda, tarkibimizda, yashashimizda, hayotimizda inson 8 soat o'rtacha uxlar ekan odamlar. Har kuni uxlaydi. Kechqurun uxlaydi, kunduz uxlaydi, yo'lda uxlaydi, samolyotda, mashinada. Shunday inson uyqu bilan ovora bo'ladi. Lekin uyquni o'lim deyapti Alloh taolo. Alloh subhanahu va taologa maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli mana shu chaqiriqlar baydib kelgan qavm qarindoshlar, mahalla ko'ylar, uzoqdan yaqindan kelgan imomlar, ustozlar, mehmonlar hammani kelgan qadamiga Alloh taolo savoblar, hasanatlar yozsin. Nasron solib uyda egasi bizni chaqirib mehmon qilib bu yerga shirin taomlarni, issiq choylarni, nozik ne'matlarni tayyorlab mehmondorchilik uyushtirib qo'yibdi. Alloh taolo bu mehmondorchilikni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo ikkala yoshlarga ham baxtli, saodatli hayot bersin. Ana endi jamoat bunday chiroyli havoda, chiroyli sharoit dasturxonda o'tirganimizdan keyin shu yerda bir diniy ozgina suhbatimiz bo'ladigan bo'lsa ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Xuddiki o'tirishda haqqini ado qilganday bo'lib qolamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadis ma'nosida kelyaptiki, qaysi jamoat bir joyda jamlanadigan bo'lsa, o'sha joyda faqat o'zlarining so'zini gapirib qaytib ketadigan bo'lsa, o'laksaga to'planganday degan ma'no bor ekan. Shuning uchun biz jamoatimizga ba'zi bir oyat karimalardan va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlaridan eslatishga harakat qilamiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo ko'p qissalar keltirdi. Ba'zi olimlarimiz aytadiki, Qur'oni Karimda 3dan 1 qismi qissa deydi. Va Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas." Biz sizga qissalarni eng go'zalini, eng ahsan degani, hasanun yaxshi degani, ahsan eng yaxshi degani. Eng yaxshisini, eng chiroyligini, eng go'zalini qissa qilib beramiz deb Yusuf alayhisolamning qissasida Yusuf surasida Alloh taolo aytadi. Mana shu qissalarning boshlanishi Baqara surasida. Baqara surasi Qur'oni Karimdagi 286 oyatdan iborat bo'lgan eng katta sura. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Fa inna akhdaha baraka." Baqara degani sigir degani. Baqara surasi mana shu Baqara surasini o'qishlik, yodlashlik va inna akhdaha baraka. Baqara surasi barakat edilar. La yastati'uha al-batala. Sehrgarlarga ham kuch yetmaydi bu Baqara surasiga dedilar. Baqara surasida bir necha har xil qissalar keladi. Va Alloh subhanahu va taolo mana shu surada Uzayrni qissasini keltirgan ekan. Hozir biz jamoatga aytaylik degan, eslataylik degan mavzuyimiz mana shu Uzayr ibnulloh degan bu yahudiylarning da'vosi. Qissani oxiridan boshladim. Ular aytishdiki, "Vaqalatil yahudu Uzayr ibnulloh." Yahudiylar Uzayrni Allohning bolasi deydi. Vaqalatil nasara, nasroniylar bo'lsa Iso alayhisalomni Allohning bolasi deydi. Qur'oni Karimda qaysi joyini qarasangiz, Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Va qalu ittaqadallohu valadan subhanahu." Bu deydi mushriklar, yahudiylar, nasroniylar Xudoning bolasi bor deydi. Subhanahu, pok Parvardigor. Lam yattakhid valadan, bolasi yo'q. Lam yalid va lam yulad, tug'magan, tug'dirmagan. Olam yakul lahu kufuwan ahad. Alloh taologa hech kim barobar bo'lmaydi. Uzayrning qissasi qanday bo'ldi desa, Uzayr bir hadisda keladi, asarda edi, endi ulamolarning o'rtasida har xil so'zlar bor ekan. Yer yuzini ikkita musulmon, hakamal arda musliman va kafiron degan bir nimani keltirishadi, rivoyatni. Ikkita musulmon dunyoni boshqardi, ikkita musulmon emas dunyoni boshqardi dedi. Dunyoni mana hozir bir podshohlar bo'lsa, ma'lum qismiga podshohda, kichkina, katta, Bahrayn desangiz 100 ming, nima 1 million 100 ming, 200 ming, Kuvayt desangiz 4 million, Dubay desa 2 million degan bir qisqa joylar. Lekin Mag'rib bilan Mashriqqa kim bordi desa, muslimani va kafirani, ikkita musulmon, ikkita kofir mana shu Mag'rib bilan Mashriqqacha bordi degan bir rivoyat bor ekan.
Shularning biri Buxtor Nasr degan odam, bu kofir bo'lgan. Juda ham zolim bo'lgan, bir rahm shafqat qilmaydigan odam bo'lgan, hamma joylarni shu egallab ketavergan. Shu Buxtor Nasrni davrida deydi ulamolarimiz, o'sha Quddusda ham, Baytul Maqdisda ham juda ko'p urushlar bo'lgan. Yani hozirgacha ham tinchimaydi, mana bilasizlar, hozir ham Gazzo, Falastin, Shom diyorlari doim mana shu joylar shu bir nimalar bo'lib turadi, axborot ko'p bo'ladi u joylarda. Musulmonlarning ham birinchi qiblasi. Keyin Alloh subhanahu va taolo falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil harom. Sizni rozi bo'ladigan qiblaga burib qo'yamiz, yuzingizni Makka mukarramaga qarating dedi. Undan oldin 16 shahron av 17 shahron deydi, 16 yoki 17 oy musulmonlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu Baytul Maqdisga qarab namoz o'qishgan. Shu Baytul Maqdisda Uzayr solih inson bo'lgan. Bu ham xuddi Xizr kabi. Xizr payg'ambarmi Kahf surasidagi yoki solih insonmi desa, ulamolarda ba'zi so'zlar bor bo'lgani kabi Uzayr haqida ham payg'ambarmi, solih insonmi deganda so'z bor ekan. Lekin biz hozir aytadigan masalamiz ixtilofli ichiga kirish emas. Hozir aytadigan masalamiz insonni o'lib qayta tirilishligi. İnsonni uyquga ketib qayta tirilishligi. Bu dinimizda aytiladiki, annavmu ahul maut deydi. Uyqu o'limda akasi yo ukasi deydi. Biz har kuni uxlaymiz. Shunday bizga Alloh taolo nima deydi? Biz hozir bir tilda aytgan bir shunaqa funksiya qo'shib qo'ygan biz sostavimizda, tarkibimizda, yashashimizda, hayotimizda inson 8 soat o'rtacha uxlar ekan odamlar. Har kuni uxlaydi. Kechqurun uxlaydi, kunduz uxlaydi, yo'lda uxlaydi, samolyotda, mashinada. Shunday inson uyqu bilan ovora bo'ladi. Lekin uyquni o'lim deyapti Alloh taolo. Yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha degan oyat kalima ba'zilarini Alloh taolo nafslarini uyqu o'limni ichida o'lim qiladi deyapti. Nima degan desa, uyquni ichida jonini oladi degan ma'no. Uzayr Quddusni Baytul Maqdisni ko'chalarida yurdida anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha dedi. Hamma yo'q buzilib ketibdi, xaroba bo'lib ketibdi, odamlar o'lib ketibdi, bir yashaydigan hayotdan alomat qolmabdi. Anna degani kayfa degani, qanday qilib degani. Yana shu yerda bir muazzinlar bo'lsa eslatamizki, ashhadu anna Muhammadar rasululloh deydigan muazzinlar bor. Bu xato. Anna degani qanday qilib degani. Men qanday qilib guvohlik beraman Muhammad payg'ambarligiga, ya'ni teskari ma'noda men guvohlik bermayman degan ma'no chiqib qoladi. Anna degani albatta guvohlik beramanki Muhammad alayhisalom payg'ambar degani. Ya'ni bu oyatda kelyaptiki, anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Bu qishloqni, bu yurtni, odamlar ham o'libdi, uylar ham buzilibdi, hamma narsasi yo'q bo'libdi. Alloh taolo endi buni qara qilib qachon o'zini o'rniga soladi, qanday qilib bu obod bo'lib ketadi dedi. U eshak minib ketyapti. O'sha Isroiliyat deb qo'yadi, rivoyat qilsa ham bo'ladi, ishonsanglar ham bo'ladi, ishonmasanglar ham bo'ladi degan ma'no, yolg'onga ham chiqarib oylar, sahih ham deb olmaylar degan hadisda kelgan. Uzumi bor ekan, anjuri bor ekan, yeydigan, eshagini minib ketayotgan ekan, bir joyga kelib to'xtadi. Qachon buni endi Alloh taolo tiriltiradi, qanday qilib bu yerda yana obod bo'ladi deganda, hali uzumni anjirni ham qo'ydida, eshagini boyaga daraxtga bog'lab, uyqusi kelib uxlab qoldi. Fa'amatahullohu miyata amin deyapti. Alloh taolo bu kishini 100 yil uxlatib qo'ydi. Ana Alloh taolo yana o'sha nimada kelyaptiki, rivoyatda ertalabda uxlatib qo'ygan ekan. Shu bizga o'sha hozir to'ydan borib uxlab oladi ancha odam, osh yegandan keyin uyqusi kelib, shuni singari ertalabda uxlatib qo'ygan ekan Alloh taolo boyaga daraxtdagida. 100 yil uxlatdi. Bundan o'tgani ham bor, bilamiz. Qaysi edi? G'or sohiblari, mashallah. Jamoat shu javob beraversa, masala qilishlar hijolat bo'lib qolasan. Jamoat yarmi o'tirgan odamlar, ilmli odamlar. G'or sohiblar qancha uxlagan g'or sohiblar? 300 sinina va zadu 9. 300 va ziyoda 9. 300 yil, 9 yil, 309 yil uxlayaptilar. Qarang, Alloh taolo uxlatib qo'ydi shularni. Shunga o'xshagan voqeani Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni endi imom masalasida aytib beramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, bitta bo'ri bir cho'ponni qo'yini quvlab borib dedi. Quvlab borgandan keyin bitta qo'yni oldi dedi. Bo'ri kelib cho'ponni qo'yini oldi. Bo'rining ishi shu endi. Olgandan keyin haligi cho'pon toshlarman, bir nimalarman quvlab borib cho'pon
Bo'ridan qo'yni qaytarib olibdi. Bo'ridan ham o'tgan cho'pon ekanda. Yana bo'ri tilga kiradi. Falonchi deydi, shuncha qo'y boqib yuribsan, o tog'larda yuribsan qo'y boqib, Muhammad degan payg'ambar chiqdi. Madinada Yasribda Muhammad degan payg'ambar chiqdi. Shunga borib iymon keltirmaysan desa, sahobalar hayron bo'lib qolgan ekanda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fa inni umiru bihada ana va Abu Bakr va Umar dedi. Bu aytayotgan voqeaga men ishonaman dedi. Abu Bakr ishonadi, Umar ishonadi dedi. Shuning uchun biz jamoatga aytamizki, 300 yil uxlab qolib desa, musulmon odam ishonish kerak. Alloh taolo Kahf surasida tushirib qo'yibdi uni. Va labisu fi kahfihim 300 sinina deyapti. 300 yil qolib ketdi ular deyapti. Ya'ni uxladi ular. Uzayrchi desa, Alloh taolo fa amatahulloh 100 amin thumma ba'athahu. 100 yildan keyin Uzayrni Alloh taolo qayta yubordi deyapti. Tiriltirdi. Uyqudan keyin uyg'otdi. Hamma ma'nosi bo'laveradi. Uyg'ongandan keyin qarab ajablanib qoldi. Unzur ila himarika va linaj'alaka ayatan linnas. Eshagini qara dedi. Kayfa nunshizuha boshqa qiroatda. Nunshiruha qayta tiriltirdik eshagini qara. Vanzur ila ta'amika va sharabika lam yatasanna. Endi ovqatingiz qarang, ichimligingiz qarang, u yo'q bo'ldi dedi. Eshagini qarang, qayta tiriltirdik dedi. Uzayr o'rnidan turdi, borsa qishloq boshqa, hamma yo'q obod bo'lib ketgan, u endi tushunmaydi. Ertalab yotgan edi, Alloh taolo uni abetdan keyin uyg'otib qo'ydi. Uyiga izlab borsa, uyida yoshi qari bo'lib ketgan bir ayol kishi bor ekan. Bu o'lishdan avval 20 yoshlik bularning uyida, o'zining uyida bir cho'ri bo'lar ekan. Hozir endi cho'ri yo'q, qul yo'q. Haligi ayolni borib, ismingiz nima dedi, o'zini atini aytdi haligi ayol kishi. Juda ham qarib ketibdi. Necha kirgan bo'ladi? 120 ga. Chunki bu kishi 100 yil uxladi. Haligi 20 yoshda edi. Alloh taolo unga umr beribdi. 120 ga kirib, ikkala ko'zlari ko'r bo'lib qolgan ekan. Bu kimning uyi dedi? Bu Uzayrning uyi dedi. Siz kimsiz dedi. Men falonchi xonman dedi. Ha, Uzayr qayerda dedi, haligi xotin yig'ladi. Uzayrni hech kim so'ramay qo'ydi dedi. Uzayr o'lganiga 100 yil bo'ldi dedi. Biz ham o'lib qolamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda ala ra'si 100 sana, har 100 yilda hech kim qolmaydi dedi. Bugun 2025-yil. 2125-yili bu gapirayotgan ham, eshitayotgan ham, bugungi kichkina chaqaloq ham yo'q bo'lib ketadi. Nimaga desa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har 100 yilda nima qiladi dedi. Shu bugundan boshlab, bugundan keyingi 100 yilda shu meni eshitib turganlar birortasi qolmaydi dedi. Haligi ayol ham yig'ladi. Uzayr yaxshi odam edi, siz nimaga uni eslab qoldingiz dedi. Odamlar eslamay ham qo'ydi dedi. Bir olim odamda ajoyib so'zi bor ekanda, aytadi, men bir ta'sirlanadigan masala bor deydi. Bu ya masala qanday masala desa, qachonki inson qabrga qo'yilgandan keyin qabrda qarini alihim degani haligi oyoq tovushlarini, oyoq kiyimi tovushlarini eshitadi. Qanday qilib eshitadi desa, oyoq kiyim tovushlari bu qabrga qo'yilgandan keyin buni qabrdan qazib qayta chiqarib olgan emas, hammasi buni tashlab uyga ketayotganini eshitadi. Oyoq kiyim tovushlarini eshitadi degani shu odamdan xabar olgani kelmayapti ular. Do'sti, jo'rasi, aka-ukasi, bo'lsa bola chaqasi, yaqinlari, voy siz yura olmaymiz, tura olmaymiz deganlarning hammasi teskari qarab ketayotganligini Alloh taolo eshittirib qo'yadi. Hech kim Uzayrni eslamay qo'ydi dedi. Biz ham birov eslamasa kerak. 100 yildan keyin odamlarning ishi boshqa bo'ladi agar qiyomat bo'lmasa. Nimaga uni eslab qoldingiz dedi. Men o'zi Uzayrman dedi. Qanday qilib Uzayr bo'lasiz dedi. Uzayr solih banda bo'lgan dedi. Endi ozgina suhbat bo'ldi o'rtasida. Shunda suhbat bo'lib boyagi ayol aytdi. Uzayr solih inson bo'lgan, mustajobu da'vo bo'lgan, duo qilsa duosini Alloh taolo ijobat qilgan. Agar Uzayr bo'lsangiz dedi, bir duo qiling Alloh taologa, meni ko'zim ko'r bo'lib qoldi, shu ko'zim qaytadan hayotda deyilay bosarik degan, ko'zim qaytadan ochilib qolsin, ko'zim ko'rib qolsin dedi. Alloh taologa duo qilib, ey Robbim, shu ayol kishining ko'zini qayta ko'radigan qilib qo'y dedi. Haligi ayolning ko'zi ochildi, kampir deylik, 120 kirgan kampirning ko'zi ochildi, Uzayrni tanidi. Uzayr umuman o'zgarmadi. U kishi 100 yil uxlagan bo'lsa ham o'zgarmadi, chunki Alloh taolo uxlatib qo'ydi. Kahfdagilar 309 yil uxlagan bo'lsa ham o'zgarmadi, ular uxladida yosh yigit bo'yicha turaverdi. Uzayr ham o'sha yoshligi bo'yicha turdi, o'zining holatiga qaytdi. Boyagi ayol aytdi, "Ey siz haqiqatan Uzayr ekansiz, Bani Isroilni jamlab, men hammasiga aytaman siz Uzayrligingizni" dedi. Bu qissa Qur'onda kelgan, hurmatli jamoat. Bani Isroilni jamladi va Bani Isroilga boyagi ayol kishi
Shu kishi Uzayr ekanligini isbotlab berdi. U Bani Isroilda qiziq fe'li borda, masalani boshida aytdik-ku, ularni shunaqa yo u tarafga o'tib ketib qoladi, yo bu tarafga o'tib ketib qoladi deb. Yana bir rivoyatda keladiki, Tavrotni yodlaganlar 4 ta ekan. 4 kishi, biri Uzayr bo'lsa, biri Musa alayhisalom o'zi bo'lsa, biri Yusho ibn Nun bo'lsa, yana bir kishi bo'ladi. Shu 4 ta bo'lsa, 4 taning bittasi Uzayr bo'lyapti. Qaytadan bularga Tavrotni ta'limini berishni boshlasa, Bani Isroil kelib aytishdiki, va qolatil yahud. Yahudiylar aytdi, Uzayr ibnulloh, bu Uzayr Xudoning bolasi. Allohning bolasi bo'lmaganda bu 100 yil uxlamadi deb yana shirkka qarab ketib qolishdi. Qarangki, insonning ichi doim yomonlikka buyurib turadi. İnsonning ichi doim shirkka chaqirib turadi. İnsonning ichi doim gunohlarga, va ma'barriyu nafsi va innal nafsa la'amaratun bisu. Men nafsim poklamayman, oqlamayman. Meni nafsim ichi to'ldir yomonlik degan oyat kalimani Alloh taolo tushirdi. Shuning uchun hurmatli jamoat, Qur'oni Karimda Alloh taolo toshni gapirtiradi desa, shunga biz ishonamiz. Hadis sharifda bu daraxt gapiradi ekan desa, biz unga ishonamiz. Bo'ri gapiradi ekan desa, biz unga ishonamiz. İnsonning jasadlari, badallari gapirishligini Alloh taolo aytayaptiki, va qalu li juludihim lima shahidtum alayna. İnson terilariga qarab qiyomat kunida nimaga bizga qarshi guvohlik berding dedi. Yasin surasida Alloh taolo naqtimu ala afwahihim va tukallimuna aydihim va tashhadu arjuluhum. Og'izlariga muhr bosamizsa, ularning qo'llari va oyoqlari guvohlik berib qo'yadi deyapti. G'aybiy masala shuni hammasi. Buni nihoyasi boshi qayerda desa, Alloh taolo Baqara surasida zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb dedi. Bu kitob hudan lil muttaqin, taqvodorlarga hidoyatning yo'lidir. Allazina yu'minuna bil g'ayb. Taqvodorlarning sifati nima desa, bu taqvodorlarning sifati g'aybga iymon keltirishlik. Biz hurmatli jamoat g'aybga, Alloh taoloning qudratiga, Alloh taoloning qudratini Uzayr aytdiki, alamanalloha ala kulli shay'in qodir. Men bilaman, Alloh subhanahu va taolo hamma narsani ustidan qodir bo'lgan zot deb oyat kalima nima bo'ldi? Nihoyasiga yetdi. Mo'min musulmon insonning iymoni mustahkam va quvvat bo'lishi kerak. Qiyomatga yaqin dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ertalab musulmon bo'lib tong ottiradi, kechqurun kofir bo'lib tunaydi dedilar. Yoki kechqurun kofir bo'lib tunab, ertalab musulmon bo'ladi. Shunaqa iymoni bir tarafga bu tarafga o'ynab turadigan zamon keladi dedi. Shu zamondayla biz yashab qoldik. İmanımızı mustahkam qilib turmasak, Allohni zikr qilmasak, payg'ambarga ergashmasak, ibodatda bo'lmasak agar, e'tibor bersanglar, namozdan keyingi birinchi qiladigan duoyimiz nima desa, Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik degani, biz hozir ibodat qildik. Ibodat qilib bo'lib nima deyapmiz desa, a'inna ala zikrika, ey Robbim sen zikringga yordam ber. Hozir nima qildik o'zi? Hozir zikr qildik, namoz o'qidik. Ala shukrik, senga shukr qilishga o'zing yordam ber. Va ala husni ibadatik, go'zal ibodat qilishga o'zing yordam ber deb namozdan keyin so'raymiz ekan. Astagfirulloh deb yana. Xuddi gunoh qilgan odam kabi o'zi astagfirulloh gunoh qilgan ish kerak edi. Savob qilsa ham inson nima deydi? Astagfirulloh. Ey Robbim, meni zikringga, shukringga, go'zal ibodat qilishga o'zing yordam ber deb Alloh taolodan doim nima qilamiz? So'raymiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga o'zi tavfiq bersin, hidoyat bersin. Qisqa bo'lgan hayotda, vaqtincha bo'lgan bu yer yuz degan joyda mehmonxonada yashab turibmiz ekan. Shu umrimiz nihoyatgacha dinda va la tamutunna illa va antum muslimun, musulmon holatda yashab o'tishni Alloh taolo hammalarimizga nasib qilsin. Alhamdulillah va salatu vasallam ala rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Solingan dasturxon, qilingan ihsonlarni, aytilgan masalalarni Alloh subhanahu va taolo dargohida qabul qilsin. Xonadonga Alloh taolo fayz barakot eshiklarini ochsin. Ikkala yoshlarga ham Alloh taolo baxtli, saodatli hayot bersin. Butun mana shu joyga kelib, chiroyli bu masala bayonida eshitib, hamma kelgan mehmonlarni Alloh subhanahu va taolo ilm majlisiga qatnashgan kabi bu yerdan tarqalganda qumu mag'furon lakum, gunohlaring kechirilgan holatda tarqalinglar degan jamoatdan bo'lishini Alloh taolo nasib qilsin. Robbana nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin.